Davlat rahbari unga turli yillarda sovg'a qilingan otlarning qanday sharoitda saqlanayotganini ko'rish uchun Prezident ish boshqarmasi otxonalariga bordi. Qosimjomart To'qayev Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilishicha, bir yil avval Ostonada ahal-tekis otiga mansub toychoq tug'ilgan. Prezident unga Aqjan deb laqab bergan. U kam uchraydigan Izabella rangi, yorqin oq pushti tusli bo'lib, intellekt darajasi juda yuqori, deydi mutaxassislar. Davlat rahbari hamisha otxonaga borish, jonivorlarni, shu jumladan yaqinda Qatardan sovg'a sifatida keltirilgan arab arg'umoqlarini oziqlantirishga vaqt topadi. Bir necha yil avval ahal-teki chopqir otlari qatoriga yana bitta toychoq qo'shildi. Uni aqniyat deb atadim. Yilqichilikni yaxshi tushunadigan mutaxassislar ta'kidlashicha, kelajakda undan yaxshi arg'umoq chiqadi. Balki xalqaro bellashuvlarda g'alaba qiladi. Qozoq xalqi yilqini yaxshi ko'radi. Ot yigitning qanoti deydi. Shuning uchun ot sportini rivojlantirishda davom etish, bu asl jonivorga hurmatni ommalashtirish zarur. Ahal-tekis oti dunyodagi noyob arg'umoqlardan hisoblanadi. Ularning tarixi ming yillarga cho'zilgan. Jonivor chidamli, murakkab iqlim sharoitlarida ham uzoq yo'l bo'sa oladi. Pishiq bichimli, uzun bo'yli, yag'rini balandi, vazmin va nafis harakat qiladi. U junidagi metall shu'lasi tufayli ham yuqori baholanadi. Ahal-tekin otlarini oltin arg'umoqlar deb ham atashadi. Mutaxassislar bu zotning intellekti yuqoriligini, egasiga sadoqati va sportda ajoyib ko'rsatkichlarga erishishini ta'kidlaydi. Bu esa mazkur zotga mansub otlarni dunyo yilqichiligida eng nufuzli jonivorlar qatorida ko'rilishiga sabab bo'lgan.